بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، الجزء الثالث، الدرس الثالث. Bugün öğrenmek çoğu dersimiz 3. ders. Şimdi bugünkü dersimizdeki asaslık noktalık grammatika tüyendekidek 3 türlük buludu. Birincisi ismul fa'il, ikincisi ismul mef'ul, üçüncüsü leysiga o'xshaydigan jumlani inkor qilish uchun keladigan ma. Ism fa'il to'g'riliq biz sarf darslarimizda ozroq tushunchaga ega bo'lgan. Hamda bu yerda bir qancha so'zlab o'tib ketildi. Ism fa'il deganimiz ish harakatining egisini ifodalaydigan sifat. Masalan, saraqa yasriqu desek, o'g'irladi shundami? Masalan, birov o'g'irlik qilgan bo'lsa, saraqa bakrun degan bo'lsak, bakr o'g'irlik qildi degan bo'lsak, mush o'rindagi bakri atalmoqchi bo'lsa, mush ish harakati bilan sifatlanib turib atalmoqchi bo'lsa, nim bilan ataladi? Ism fa'il ataladi. Ya'ni as-sariq, o'g'irlik qilgan odam deb shundami? İctahada Muhammad fi darsihi. Muhammad darsida tirishchanlik ko'rsatdi, tirishchanlik qildi, tirishdi degan mushumilda Muhammadni mushu tirishdi degan ish harakat bilan sifatlab turib ifodalamoqchi bo'lsak, undildi al-mujtahid deyiladi. Agar alima ya'lamu, bir odam bir narsani bildi, qo'sqida bilim paydo bo'ldi, shundami? Mush odamni shu bilim bilan sifatlab turib ifodalamoqchi bo'lsak, mush odamni nima deymiz? Al-alim deymiz. Birov qotillik dilosini birini paydo qildi, ya'ni haqni o'ltiribdi, shundami? Mush odamni shu o'ltirgan ish harakat bilan ifodalamoqchi bo'lsak, nima deymiz? Al-qatil. Demak, ism fa'il degani nima ekan? Ism fa'il deganimiz ish harakatni qilgan, ya'ni ish harakat undan yuz bergan odamni ifodalaydigan nima? Sifat. Ya'ni biz inoq sifat deb bilgan ekan o'z vaqtda, shundami? Buning tarjima qilgan vaqtdagi ma'nosi diqqatda. Birsi ish harakatni gavdalik qilib chiqaramiz. Masalan, qilg'uchi, atkuchi degandek. Yana birisi qilgan, atgan deb. Qilgan andagi nima? Atgan deb sifat shaklda chiqadi. Yana birisi ism fa'illar ismlashib ketib qolsa, bu vaqtda ismlashgan holatda ifodalanadi. Masalan, as-sariq deganni o'g'irlovchi, o'g'irlagan deb tarjima qilish bek kelmaydi. Nima deymiz? O'g'ri. Chunki bu normal nimaga aylandi? Ismga aylandi. Al-alim desak, bu asos nimaga aylandi? Ismga. Alim deymiz, shundami? Al-qatil desak, qatil, shundami? Al-qadi sudchi. Ismga aylanib ketganlari shu aylangan ism ifodalagan ma'nosini ifodalaydi, ammo ismga aylanmaganlari birisi fe'l gavdalikroq ifodalansa, qilg'uchi, atkuchi bo'ladi. Agar fe'l gavdalikroq ifodalanmay, sifat taraf gavdalikroq ifodalansa, qilgan nima, atgan degan ma'noda bo'ladi. Ya'ni yig'inchoqlasak, ism fa'il deganimiz ish harakatining egisini ifodalaydigan, ya'ni ko'rsatadigan nima? Sifat. Buning ma'nosi odatda qilg'uchi, qilgan, andagi ismlashib ketgan bo'lsa, shu bo'yicha keladi. Undan keyin ism fa'ilning shakliga kelsak, sulasi mujarraddan, ya'ni 3 harflik fe'llardan bir xil chiqadi. Sulasi mujarraddan g'ayridan. Masalan, sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid degandek barliq fe'llardan yana bir xil chiqadi. Sulasi mujarraddan fa'ilun o'lchimida keladi. Masalan, daraba daribun, nasara nasirun, qatala qatilun, darasa darisun, talaba talibun. Shundami? Mushayda chiqarsa bo'ldi, bak oddiy. Endi sulasi mujarraddan g'ayri bablardan boshqa fe'llardan qanday chiqadi desa,
Sulasi mujarratdan boshqa har qanday fe'ldan ism fa'il chiqarmoqchi bo'lsak, ko'z oldimizga shu fe'lning fe'l mudori shaklini olib olamiz. Masalan, bir fe'l misol olaylik. Allama yuallimu deb baqayli shundami? Mujning fe'l mudori shakli nima? Yuallimu. Mush yuallimu degan o'rindagi ya harful mudari'a, ya'ni fe'l mudori'ninki belgilik harfi ya va mushini nimaga o'zgartimiz? Pash o'qilgan mimga o'zgartimiz. Oxirining oldidagi harf zir holatda tursa bo'ladi. Zir o'qilsa, masalan, undaganda yuallimu degandagi yuni mu qilgandan keyin nima bo'ldi? Muallimun. Mana bu shaklda chiqadi. Qayta. Yani ism fa'ilni sulasi mujarratdan g'ayri bablardan chiqarmoqchi bo'lsak, shu bablardagi fe'l mudori shakldagi fe'ldiki fe'l mudori harfining o'rniga nima qo'yamiz? Pash o'qilgan mimni qo'yib, oxirining oldini zir o'qisaqla ism fa'il shakllanadi. Masalan, akrama yukrimun mukrimun, fa'ala yufa'ilun mufa'ilun, tafa'ala yatafa'alun mutafa'ilun deganga o'xshash. Mana bu ism fa'ilninki bugungi darsga munosiblik mazmuni. Ana ikkinchi mazmun bugungi darsdagi ismul maf'ul. Ismul maf'ulni biz sarf darslarimizda ism fa'ilninki iniqsiz sifatdosh shakli. Ism fa'il iniq sifatdosh shakli bo'lsa, ism fa'ilning qanday shakli? Iniqsiz sifat shakli deb tushungan. Unda hozir qanday tushunamiz desa, ism maf'ul degani ish harakat tushgan odamni ifodalaydigan, ko'rsatadigan ism. Yoki bo'lmasa ish harakat ustiga tushgan ish harakatning obyektini qanday qilgan ifodalaydigan sifat ism maf'ul bo'ladi. Masalan, qatala o'ldirdi shundami? O'ldirgan odamni fe'l ifodalamoqchi bo'lsak, nima dedik? Al-qatil dedik shundaqmi? Endi o'ldirish degan ish harakat shuning ustiga tushgan, shunga qartilgan odam nima bo'ldi ekan? Ism maf'ulni. Ya'ni ism maf'ul ekan. Shu odamni shu fe'l orqali ifodalamoqchi bo'lsak, nima deymiz? Al-maqtul. O'g'irlik qilgan odamni ifodalamoqchi bo'lsak, nima dedik? As-sariq dedik-ku. Endi o'g'irlik ustiga tushgan narsani ifodalamoqchi bo'lsak, shu ish harakat bilan ifodalamoqchi bo'lsak, nima deymiz? Al-masruq. Nima? Al-masruq. Mana shunga o'xshash. Ism maf'ul deganimiz yig'inchoqlasak, ish harakat ustiga tushib, ish harakatining ubut bo'lib qolgan kishini ifodalaydigan, ko'rsatadigan sifat nima bo'ldi? Ism maf'ul bo'ladi. Ism maf'ulning tarjimasi bayatın degan ism fa'ilninki tarjimasiningki dal iniqsiz shakli bo'lsa bo'ladi. Masalan, ism fa'ilimiz asosliqi qilg'uchi, qilgan deb tarjima qildik-ku, ism maf'ulni qiling'uchi, qilingan deb tafsir qilsak. Masalan, maqtul o'ldirilguchi yoki qanday qilingan? O'ldirilgan degan shakl. Ba'zi bir shakllari bor. Ismlashib ketgan. O ismlashib ketgan shakllar o'z shaklida tarjima qilinadi. Endi ism maf'ulninki shakli qanday bo'ladi desa, sulasi mujarratdan maf'ulun o'lchimida chiqariladi. Sulasi mujarratdan maf'ulun o'lchimida chiqariladi. Bu bil ittifoq. Masalan, barobadan madrubun, qataladin maqtulun, saraqadan masruqun va shunga o'xshagan. Sulasi mujarratning g'ayridan qanday chiqarsa, sulasi mujarratning g'ayridan ism fa'il shaklda kelib, oxirining oldini zafar qo'ysak ham bo'ldi. Masalan, mukrimun deb ism fa'il chiqardik-ku, mukrimundagi ra harfini zafar qo'yib mukramun qo'ysak bo'ladi. Muallimun deb ism fa'il chiqardik-ku, shu muallimundagi lamni zafar qo'yib qanday qilsak bo'ldi? Muallamun qilsak bo'ladi. Mana bu ism maf'ulninki shakli. Üçüncü mazmun bugungi darsimizdagi ma. Endi laysa hammalarga ma'lum af'alun naqslarning qatoridan. Nima? 13 af'alun naqsning qatoridan. Ya'ni buning xarakteri mubtada xabarining ustiga kirib laysa.
Mubtadani o'zining ismiga aylantirib, xabarini o'zining xabariga aylantirib, mubtadani pesh, xabarini qana qiladi? Zavar qiladi. Endi ma'mu dal laysiga o'xshaydigan ma'voqachqa mubtada xabarining ustiga kirib deymiz. Mubtada uning ismi bo'ladi, xabar uning musuludi, xabar bo'ladi. Mubtada ashuna ismi pesh bo'ladi, xabari nima qildi? Zavar qiladi. Ma'nosi emas, yo'q jumlani inkor qilish uchun keldi. Bunun yana bir munosabatli tarafi ma'ning xabariga shu inkorini ta'kidlash uchun bakirib qoladi. Ko'pincha vaqtlarda ammo u tarjima qilinmaydi, faqat ortiq badiyildi jumlaning ma'nosini ta'kidlaydi xolos. Masalan, men o'quvchi emas demoqchi bo'lsak, ma ana bitalibin. Payg'ambar alayhisalom Hirag'arida Jibril alayhisalom iqro o'qu degan vaqtida Rasululloh nima dedi? Ma ana biqari'in. Men nima emas? O'quvchi emas, men bilmayman o'qishni. Shu o'rinda ma'ning keyin xabariga ortiq olib keldi, shunday-ku. Ma'ning ahvoli shu. Endi men hozir biz ismisini pesh o'qitdik, xabarini zivar qiladi deganma, bu hijozliklarning nazaridaga. Endi men arab tilida cho'ng ikki til tavallik va birisi ahli hijozning tili, Banu Tamimning tili deydigancho. Banu Tamimdagilar madin keyin kelgan ismning har ikkilisini peshdan o'qiydi. Unda ismi pesh o'qildi, xabar zivar qilgan gap yo'q ularda. Madin keyin kelgan narsaning har ikkilisini nimadan o'qilaveradi, peshdan o'qilaveradi. Ammo hijozliklarning nazarida, hijozliklarning tilida madin keyin kelgan ismisi pesh, xabari nima qiladi, zivar qiladi. Shunga bu ma'no nima deb atalgan bo'ldi? Hijoz ma'si deb atalgan bo'ldi. Endi yuqoridagi mazmunni 3 ga bo'ldik-ku. Birisi ism fa'ilning mazmuni, shundaymi? Ism fa'ilning mazmuni ko'nikmalarning ikkinchi, 3-chi, 4-chi ko'nikmalarda ism fa'ilning mazmuni asosli maqsad qilingan. Ism maf'ulning mazmuni shundaymi? Ism maf'ul 5-chi, 6-chi ko'nikmalarda ism maf'ulning mazmuni gavdalikroq maqsad qilingan. Endi 7-chi mazmun ism fa'ildan ism maf'ulni o'rtaq teyib chiqin degan mazmun qilinadi. Ondan keyin 3-chi mazmun laysiga o'xshaydigan ma'no mazmuni 9-chi mazmunga qarasak, 9-chi mazmunda o'sha laysiga o'xshaydigan madorliq ko'nikmalar bor. Darsninki asosiy mazmunlarini yuqori 3 ga bo'ldik. 3-chi bo'lgan bo'lsa tekstni, ya'ni dialogni boshlab ketsak bo'ladi. الدرس الثالث نريد أن نعرف نتيجة الاختبار الشهري يا أستاذ. كم راسبا في فصلنا يا أستاذ؟ كلكم ناجح والحمد لله. نحن مسرورون. هل من راسب في الفصول الأخرى؟ نعم، ولكن الراسبين قليلون. من كاتب هذا على السبورة؟ ما ندري، وجدناه مكتوبا عندما دخلنا الفصل. يترك الفصل مفتوحا فيدخله طلاب من جهات مختلفة. ماذا نعمل؟ فالقفل مكسور. هل من ذاهب إلى السوق اليوم؟ أنا ذاهب إن شاء الله. أرجو أن تشتري قفلا جيدا إن شاء الله. اقرأي الآية الواردة في الدرس يا عارف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. ما شاء الله، إنك قارئ جيد. لما اسمعك تقرأ القرآن من قبل. أحافظ أنت؟ نعم. ما أنا بغافل أما تعمل يا منصور. أرجو أن تسمح لي بالخروج فإني أريد أن أذهب إلى الناسخ. لا أسمح لك بذلك. ألا تعرف أن الخروج في أثناء الدرس ممنوع؟ أنا آسف يا أستاذ. أتذكر الحديث الوارد في الدرس السابق؟ نعم، عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا.
وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما متفق عليه. أحسنت يا منصور، أرجو أن تكون سامعا للدرس وفاهما له. طيب hozir tarjima qilib asosliqi bizning darsdagi ism fa'il, ism maf'ul va laysiga o'xshaydigan ma'ni tahlil qilib beraman. نريد أن نعرف نتيجة الاختبار الشهري يا أستاذ. أستاذ biz oylik imtihon natijasini bilsak yoki bilishni xohlaymiz. Ammo yerdagi biz burunni tarjima orlig'ida nurg'un qatim dedik. Nuridu an gap qolsa qilishni xohlaymiz, qilayli, etayli shundami? O'zining orzu, umidi, xohishi, irodasini ifodalaydi. Onda qilmoqchi, bilmoqchi yoki bilayli, bilishni xohlaymiz degandek. Kam rasiban fi fasla ya ustaz? Ustoz, bizning sinfimizda qancha o'tamagan o'quvchi bor yoki qancha qolgan o'quvchi bor? Bizga munosabatlik tarafi rasiban. Rasiban ism fa'il bu, rasib bo'lishundami? Kamning tamiz o'g'onliq ism zo'r qiladi shundami? Ism fa'ilni nima deb tarjima qiladiq? Ism fa'il qilg'uchi qilgan, shundaqmi? Andan keyin o'tgan zaman, hozirgi zaman, kelgusi zamonning har qanday ishlaydi. Masalan, zahibunni o'tgan zaman desak, bağan adam, shundami? Zahibun ketayotgan odam, zahibun baradigan odam. Uchinchi zaman ishlaydi. Rasiban ma'runda bizning sinfimizda o'tamaganlar, ya'ni qilib qolganlar, qancha qilib qolgan odam bor. Yoki bizning sinfimizda qilib qolganlar qancha? Rasib qilib qolgan, o'tamagan ism fa'il. Yoki qilib qolg'uchi, o'tamaguchi desak bo'ladi, ammo normal xalq tilida qilib qolgan deb ishlatiladi. Kullukum najih valhamdulillah. Hammanglar o'tibsizlar, Allohga shukr. Ammo najih najahaning ism fa'il shakli shundami? Ya'ni utuq qozongan, o'tgan, o'tkichi, utuq qozong'uchi degan ma'noda. Buni o'xshashlar mas holda jumladagi o'rnini qarab turib, o'tgan zaman taqozo qilsa o'tgan zaman shaklida, hozirgi zaman shaklida taqozo qilsa hozirgi zaman shaklida, kelgusi zaman taqozo qilsa kelgusi zaman shaklida tarjima qilsak bo'laveradi. Nahnu masrurun. Biz xushal. Ana masrurun sarradan chiqqan ism maf'ul shundami? Asli xushal qilingan, xushal bo'lib ketgan. Boshqa tarafidan, ma'lum bir ishlar tarafidan nima bo'lib ketgan, xushal bo'lib ketgan degan ma'noda. Sarra xushal qildi degan ma'noda-ku. Masrurun xushal qilingan odamlar. Ya'ni biz xushal bo'lib ketdik deb tarjima tushunsak bo'ldi. Hal min rasibin fil fusul al-ukhra. Bosh sinflarda o'tamaganlar bormi? Rasib, ya'ni o'tamagan qilib qolgan ism fa'il. Naam, walakin ar-rasibina qalilun. Biroq o'tamaganlar oz. O'xshashlar ism fa'il, rasibin shundami? Lakinna ismini zavar o'qitga chiqar, rasibin deb ya bilan zavar o'qilyotdi. Man katibu hada ala sabura. Buni do'stga yozgan odam kim u? Hada katibu katabaning ism fa'ili shundami? Katibu hada o'g'andigin katibu mudaf, hada mudaful anwasa. Buni yazgan odam, yazgan. Ism fa'ilni nima deb tarjima qilgan bo'lgan? G'anqan, undan keyin g'uchi shundami? Buni yazgan odam. Yoki biz buni yozuvchi kim? Hadislarda buncha uchraydi-ku. Man as-sa'il yoki ayna as-sa'il? Rasulullohning bir og'iz gapni so'rasa, Rasululloh damonliq gap qilayotgan, boshqa ish qilayotgan bo'lsa, sal turgandan keyin nima deydi? Man as-sa'il, bayatni so'rgan odam kim u? Shundami? Qilgan atgan. Mana adri, bilmaymiz. Wajadnahu maktuban 'indama dakhalna al-fasla. Biz uni wajadnahu hu. Uni sinfga kirgan vaqtimizda yozilganligini ko'rdik. Uning sinfga kirgan vaqtimizda yozilganligini ko'rdik. Ammo shu o'rinda indama vaqtda dakhalna al-fasla tushunasizlar. Maktuban kataba yaktubun chiqqan nima? Maktuban yozilganligini. Wajadna degani taptoq, his qildik, ko'rdik degan ma'noda. Taptoq asli ma'nosi his qilish. Keyin bir narsani bunday bir yerdan tepalish qilish qilinadi. Undan keyin his qilib, mashtaqa ekanligini bayqash qilish qilinadi. Biz sinf kirgan vaqtimizda uning yozilganligini bayqadik, yozilganligini his qildik, yozilganligini ko'rdik deb tushunsak bo'ladi. Maktuban yozilgan ism maf'ul shakli. Yutrakul faslu maftuhan fayadkhuluhu at-tullab min jihatin mukhtalifa. Sinf
uçuq holda tashlab qo'yiladi. Shuning bilan fayadxuldiki fa. Shuning bilan sinfga har tarafdan o'quvchilar kiradi. Ammushadiki maftuhan uçuq holda. Fataha ashta shundago maftuhan degan gap echilgan degan gap. Yana birisi uçuq. Ismaful ism fa'illarni tarjima qilishga diqqat qilinglar. ماذا نعمل فالقفل مكسور نمش قلمز قلوب صنوق مكسور كسر سندرودي مكسور سندرولغان شنداما يعني صنوق اسم مفعول هل من ذاهب إلى السوق اليوم بugün bazaga baradiganlar barmı biz bugün bazaga baradigan adam barmı hal mindeki min artuga zahib zahabadan chiqqan ism fa'il go bagan barguchi baradigan degan ma'noda baradigan Ana zahib inşallah. Allah xolis men boraman. Men boradigan odam degan gap. Men boradigan men boradigan odam degan gap. Arju an tashtariya quflan jayyidan. Yaxshi bir qulpa setib olishingni umid qilaman. Endi setib akasan degan ma'noda. Bu yerda maqsad grammatik hukm yo'q, ha? Inshaalloh Alloh xolisa. Iqro'il ayatul waridata fi darsi arif. Arif. Darsga kelgan oyatni o'qu. Mavrundaki varidata nima ism fa'il varada yaridan chiqqan ism fa'il andikin oya muannas shaklda o'qachqa varida nima shaklda keldi muannas shaklda kelib kagan varada keldi-ku varida kaguchi kagan degan undaganda oyatda kagan nima darsda kagan oyatni o'qu A'udhu billahi minash shaytonir rojim Bismillahir rohmanir rohim والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا o'g'ri er o'g'ri ayol bu ikkalanning qo'lini qilgan ishiga jazo berish yuzidan kesib o'tinglar. Ana shu o'rinda as-sariq saraqadan chiqqan nima ism fa'il muzakkar ya'ni erlik shundami as-sariqatu saraqadan chiqqan ism fa'il muannas qo o'g'ri Nimda o'g'irlik qilg'uchi deb tarjima qilmaymiz chunki bu ismga aylanib ketgan. Shuni o'g'ri er, o'g'ri ayol deb tarjima qilinadi. Yoki o'g'irlik qilgan deb fe'lni gavdikroq qilib tushunsak bo'ldi, ha? Mashaalloh. Innaka qariun jayyid. Mashaalloh. Sen bir yaxshi qari ekansan, yaxshi bir qari ekansan-ku. Qari qara'an chiqqan ism fa'il shundami? Yaxshi bir qari. Bu ismni chiqib ketgan narsa. Yaxshi o'quvchi degan bo'lmaydi. O'quvchi degan maktabga qaratildi-ku. Sen yaxshi bir qari ekan-ku. Alam lam asma'aka taqra'ul Qur'an min qablu. Sening bundan ilgari Qur'on o'qig'ingni anglamagandim. Yani anglamadim. Ahafizun anta sen hafizmi? Yani Qur'onni yodlaganmi? Hafiz, hafizdan chiqqan nima? Ism fa'il. Qur'onni yodlaganmi? Na'am. Shunda. Ma ana bi ghafilin amma ta'mal ya Mansur. Mansur. Men sen qilayotgan ishdan bexabar emas. O'shunda bexafilin ba ma laysiga o'xshaydigan mashundami? Ana uning ismisi, g'afil nimasi? Xavri. G'afil degan xabarga ma ortiq bo'lib keldi-ku. Bu boyatni so'zlab bo'lgan shundami? Agar ma kamiz nima o'qiladi, ba kamiz nima o'qiladi? G'afilan o'qiladi. Ba kelgandan sir o'qildi. Andikin bu yerga yana bir nima? G'afilun, g'afalan chiqqan nima? Ism fa'il. Yani g'afil qolgan, bexabar qolgan degan ma'noda. Tarjimaga diqqat qiling. Arju an tasmaha li bil khuruj fa inni uridu an azhaba ila an-nasikh. Menga chiqishga ruxsat qilishingizni umid qilaman. Yoki ruxsat qilsangiz, chunki men nasikhning qishiga bormoqchi. Nasikh degani tizimlaydigan, ko'chiradigan odam, ha? Ko'chirguchining qishiga bormoqchi. Men maktabdagi ishlarni xotirlaydigan odam. Mushunda nasixmi nasahadan asl nasahadan ko'chirdigu shunda-ku ko'fi qildi degan ma'noda. Ism fa'il ko'chiradigan odam degan bo'ladi. La asmahu laka bidalik. Sening unda qilishingga yo'l qo'ymayman. Ya'ni ruxsat yo'q demak, ruxsat bermayman. Ala ta'rif bilmamsa anna al-khuruj fi asna'i dars mamnu'un. Dars oralig'ida chiqish cheklanadi. Yoki cheklangan. Mamnu' mana'dan chiqqan nima? Ism maf'ul. Mana'a degan to'sdi chekildi-ku, mamnu'un kelsa cheklangan, to'salgan deganmi? Ana asif ya ustaz. Kechiring ustoz. Asif degani asafadi qism fa'il. Xijil bo'lyapman, afsuslanyapman degan gap. Ya'ni men xijil degan ma'noda, ayni sifatga aylanadi.
أتذكر الحديث الوارد في الدرس السابق ilgirgi darsda kelgan hadisni asliyalamsa yoki qaytadan diyalamsa degan gap tazkur. Andikin varid ism fa'il, varadatdan chiqqan nima ism fa'il kelgan, kelguchi degan ma'noda. Naam. Shundoq. An Sahl ibn Sa'd an an-nabiy sallallohu alayhi vasallam qol ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza wa ashara bis sababa wal wusta wa farraja baynahuma muttafaqun alayh. Sahl ibn Sa'ddan radhiyallohu anhu rivoyat qilindi. Bu payg'ambar alayhisalomdan rivoyat qilib payg'ambar alayhisalom bunday deydi: "Men va yetimga kepil bo'g'ichi jannatda mana mushunga o'xshash" deb Rasululloh o'zininki ko'rsatgich barmoqi bilan o'tir barmoqini ko'rsatdi. Ashara degani ko'rsat degan ma'noda. Men bilan yetimga kepil o'g'adim. Yetimning beshini silab Xolidni xabar olganda mana mushunga o'xshash deb Rasululloh o'zining ko'rsatgich barmoqi bilan o'tir barmoqini qanday qildi? Ko'rsatdi. Mandaqqa. Va farraja bayna ikkisini o'tirini ochdi degani mandaqqa barmoqini karib ko'rsatdi demakchi. Ammo shaydistiki kafil. Kitobda kafil deb yozilibdi-ku. Kafila ism fa'il shaklda. Kafala yakfiludan chiqqan kafil. Kipil bo'g'ichi, kipil bo'g'an odam degan ma'noda, ega bo'lgan odam degan ma'noda. Ahsanta ya Mansur. Yaxshi Mansur. Arju an takuna sami'an lid-dars wa fahiman la. Sening darsni anglab, shu darsni tushunishingni umid qilaman. Sami'an. Asli butun tarjima qilsak, ism fa'ilni yahudlik tarjima qilsak, sening darsni anglag'uchi, ya'ni anglaydigan bo'lib, darsni tushunadigan bo'lishingni qanday qilib umid qilaman degan ma'noda. Sami' anglaydigan, fahim qanday qiladigan, tushunadigan, ya'ni anglag'uchi, tushungich degan ma'noda ism fa'illar yuqoridagidek tarjima qilindi. Ham demak, darsda asosli ism fa'il, ism maf'ul, undan keyin nima, laysiga o'xshaydigan ma'nonki qoidalari gavdaliroq ifodalandi.